Assalomu alaykum, assalomu alaykum. Meni YouTube'dagi ishlayapman obunachilarim. Xudo xolisa 2026-yil 2-iyun sanasida turibmiz. Orqamda ko'rib turgan konteyner tomlang. Qaylar konteyner tomi nech puldan nech pulgacha bitadi, xudo xolisa to'g'riroq ma'lumot hamma yo'g'ini xudo xolisa beramiz. Videoni boshidan bitta tirsillatib, like qizartirib, keyin kommentariyaga kirib, ukam bosing gazini orasida to'g'riroq ma'lumotini Azbek akamdan olasiz. Azbek aka, ma'lumot berib olasizmi? Bu obyektimiz. Yo'q, siz ma'lumot berasizmi aka? Ha, berib o'ramiz. Bo'ldi, akamiz videoga chiqqani xizorat bo'lyaptilar. Hozir o'zim beraman deyaptilar. Qarang Azbek aka. Bu ko'rib turgan holatimiz. Birinchisidan ko'rsatib qo'ying, bu bitmagan holat, to'g'rimi aka? Bitmagan holat. Mana bitay-bitaydigan holat. Mana sal-pal bitay holat. Narigi bitgan holat, to'g'rimi aka? Qarang Azbek aka, hozir sizni xarajatingiz qanaqa bo'ladi aka? Nima-nimalar o'zingizda bo'ladi aka, masalan? Biz hamma materialni o'zimiz olib boramiz. Ha? O'zbekiston bo'ylab xizmat qilamiz. Qarang, shu gapingizni olaman aka. Farg'ona, Namangan, Andijon, Toshkent, Samarqand borib qilib berasiz, xudo xolasa. Qilib beramiz hamma. Xizmatlari hamma yo'llari bor. Hamma yo'l bor. O'zingiz mahsulotlaringizni olib borasiz. Olib boramiz. Shu yuklar olib borasiz. Faqat ular nima qilib berishlari kerak endi sizga aka? Bizga joy beradi, oziq-ovqat beradi. Ha. Shu 100 bu obyektimiz 180 mingga bitgan mana shu obyektimiz. Aka, mana shu gapingizga akali reklama qilishyapti-yu, 110 ming, 100 ming, 100 ming. U qanaqasi aka? Endi ular ham o'ziga yarasha xizmati bor. Ha, endi ularda tavsiya bermaysiz. Ha, men uni tavsiya beraman. Endi hamma yo'lda qimmat yaxshi, to'g'rimi aka? Ha? Do'stlar, eshitasizlar, Azbek akamiz qaylar? Azbek akam aytishlari bo'yicha uka bizga oziq-ovqat berishsin deyaptilar. Bo'ldi, o'zimizni deyapti, hamma yo'q o'zimizni olib boramiz. 150 mingdan 250 minggacha ketaveradi deyaptilar. Lekin aka tunukalarni olib bersa, yopib berasiz, lekin u alohida tunuka bo'ladi, to'g'rimi? Faqat deyaptilar, tunukasini olib bersin deyaptilar do'stlar. Keyin deyapti, yana bitta narsani aytib olib kelaman. Yaqinroq olib kelingda kamerani. Qaranglar, akamiz aytishi bo'yicha uka deyapti, hamma yo'qni qimmatini qildirishsin deyapti, hammasi yaxshi bo'ladi deyaptilar. Mana ko'rib turgan narsani bukilib ketdi. Mana shu ko'rib turgan narsani bukilib ketdi. Mana shu 110 ming, 100 minglik deyaptilar, material bo'ladi deyapti. Bunaqa materiallar qilmaylar deyaptilar. Bunisi bo'lsa mana baquvvat material bo'ladi. Ko'ryapsizlar mana do'stlar, mana ursanayna mana egilib ketmaydigan baquvvat narsa bo'ladi. Bu reka peykalar davri o'tdi. Mana rekani yoqib ham ko'rdik. Reka vuppa yonib ketyapti. Bu narsa yonmayapti do'stlar. Yonmayapti. Konteyner tom deyaptilar. Ishonchli deyaptilar. Qaranglar, garantiyasi qanaqa desam, uka deyapti. Asha deyapti, to'gilib ketguncha garantiya beraman deyapti. To'gilib ketguncha deyapti. Qachon hali tobani xudo o'zi ko'rsatmasin bunday narsalar. Hali yiqilmalar, u bo'lib qoladigan bo'lsa ularga javob beraman. Lekin deyapti, qolgan taraflarni tom uchib ketishiga, boshqa taraflarga deyapti, garantiya beraman deyapti. To'g'rimi aka? Ko'ryapsizlar do'stlar, mana yopilayotgan holat, tevalarni meni olib qo'ying. Aka, bu narsa nechchilik bo'ladi mana bu narsa? Aka, mana bu shivirlar 8 ga 12 bo'ladi. necha? 8 ga 12. 8 ga 12 bo'lib baquvvat bo'ladi. Usullar, ha? Olib keldi mana svarkalarni ham ko'ringda mana. Svarkalari ham yaxshilab quyilgan mana, ko'ryapsizlarmi? Quyilgan, baquvvatligi baquvvat bo'ladi deyaptilar. Akamiz garantiyalari bor deyaptilar do'stlar. Qaranglar, sizlarga aytayapman do'stlar, arzon narsaga uchib qolmanglar. Qimmat narsa qimmat bo'ladi do'stlar. Anetta 120 dan qilar ekan, unga aytaman desizlar do'stlar. Baribir endi o'zingizdan bilasizlar, endi men aytib berish vazifam do'stlar. Akamiz aytyapti, shipperlarni olib berishsin deyaptilar. Tunukalarini, shipperni adashib ketdi. Tunukalarini olib berishsin deyaptilar. Biz yopib beramiz bonusiga deyaptilar. O'zi kitobida shunday yopib berishadi, aga alohida gaplashiladi. Lekin akamiz aytyapti, shipper bilan olib berishsin, yopib beramiz deyapti. To'g'rimi aka? To'g'ri. Azbek akam shunday deyaptilar do'stlar. O'zbekiston bo'yicha Farg'ona, Namangan, Andijon, Samarqand, Toshkentlarga ham borib qilib berasiz, xudo xolasa. Bemalol aytinglar do'stlar, qilib beradilar akamiz ishni. Pastdagi nomerlarga telefon qiringlar, kerakli ma'lumotlar uchun yana ham aloqaga chiqishaveradi do'stlar. Buni zavodda bilasizlar, bulut chiqaradigan zavod bo'ladi. Zavoddan ko'rsatib qo'ying. Do'stlar, bulut chiqaradigan zavod bo'ladi. Hozir biz Namangandamiz. Namanganliklar ko'rib turgan bo'lsa, videoga bitta tirsillatib like deb bosib qo'yinglar. Obuna bo'lishni esdan chiqmasin. Xudo xolasa inshaalloh sizlarga kerakli manfaatli video bo'ldi deb o'ylayman do'stlar. Kerakli manfaatli video bo'ldi deb o'ylayman. Chunki biz manfaatli video qo'yamiz-da, biz aniq u narsalar olib chiqamiz do'stlar. O'shaning uchun like deb bosinglar, obuna bo'linglar. Tarsillatib mana shu videoni xuddi shunaqa konteynerdan tom olaman degan do'stlarni tashlab qo'yinglar. Usta akalarimizga ham olib qo'ying, boshqa. Ey akalar, yaxshimisizlar? Ana Asha akalar uchun ham bitta like bosib qo'yinglar. Akalar mehnatiga like bosib qo'yinglar do'stlar. Sog' bo'ling, pastdagi nomerlarga telefon qilsalar yana ham to'g'riroq ma'lumot berishadi. Azbek aka, bitta vaqtingizni oldik, rozi bo'lasiz aka. O'zingizdan ehtiyot qiling, sog' bo'ling.